Aka mana keldi, siz aytyapsizki, hozir 50% aksessuarga ham, telefonga ham skidka qilib yuborganman juma kuni dedingiz. Juma kunlari. Barcha aksessuarlarimizga har juma kunlari 40 ming aksessuar 20 ming so'm. Chexoli 20 ming. 20 ming so'm. Olingan har bitta mahsulot uchun, aksessuarlar uchun 50% gacha chegirma qilib beramiz. Ramazon oyi ichi har juma kunlari. Har juma kuni. Qolgan kunichi? Jumadan tashqari kunlariga 30% lik skidka qilib beramiz. Bu hayitgacha amal qiladi. Ramazon ichi to'liq amal qiladi. Endi hozir mana primerni mana nechi bu? 14 Pro Max. Bu nechi pul? Xo'p, uni $750 sotilyapti. Xo'p, men yarmini berib, qolganini 6 oyga ham bo'lsa bo'lar ekanda. 50% boshlang'ich to'lov asosida 3 oydan 6 oygacha halol muddatli to'lovga qilib chiqarib beramiz. Hech qanday to'lovlarsiz, hech qanday ortiqcha to'lovlarsiz, peniyalarsiz chiqadi. Cho'zilib ketib qolsa ham, cho'zilib ketsa, ortiqcha peniyasiz, ortiqcha to'lovlar bo'lmaydi. Hozir yana nimalar bor endi? Batga kirgan odamga nima tavsiya qilasiz? Biz do'konimizda telefon va telefonga oid hamma narsalarimiz bor. Kolonkalar deysizmi, chexol stiklovlar. Bu kolonkalar. Endi nima ular? Bular nesbilgacha kolonkalarimiz. Kolonkalarimiz har xil katta kichikligiga, bu 180 ming funksiyalarga qarab farqlanaveradi. Katta karaoke kolonkalarimiz bor, blogerlarimiz uchun chiroqlar bor. Qani mana men blogerman, qaysi chiroq bor? Manimi endi? Ha? Mana shunaqa har xil RGB lampalarimiz bor. Mana shu ikkitaligi nechi pul? Mana. Bularda отдельный tripodlar отдельный hisoblanadi, lampalar отдельный. Lampalar 150 ming so'mdan, tripod 200 ming so'm. Общий 350 ming, mana shu komplekt. Shuna o'ylayaptimi? 450 ming so'm. Ha, общий 450 ming. Sveti ham yonar ekan bu, ishlar ekan-da. Ishlaydi, hammasi. Gap yo'qmi? Hammasi sifatli, xudo xolasa hammasi garantiyali. Manunisi. Ular katta syomka qiladigan yoki dali orqa fonga yog'ilib beradigan lampalarimiz. Aha. Buni studiyada ishlaganlarni biz ham studiyasida ishlatsa bo'ladi. Studiya ochib ishlatadiganlar bo'lsa, u lampasi 550 ming so'm. Biz orqali kelsa necha pul qilib berasiz? O'sha 30% lik skidka qilib beramiz hammasiga. Bunga ham 30% skidka qilamiz. Summasidan qat'iy nazar hamma aksessuarlarimizga Ramazon ichi 30% skidka qilib beramiz. Manualli kamerachilar aka. Bu katta kamerachilar aka, professional kamera oladiganlar akalarimizga. Necha pul mana shu? Bu 600 ming so'm. Bu ham yaxshi ekan. Abdullaga berib olsa bo'lar ekan. 2 metr atrofida. Bunaqa qilib yuradi-da ukaxonimiz. Xo'p, xullas shtapi hamma yo'q bor ekanda, kolonka, chexollar, bundan tashqari mana yerda mana ular nima edi aka? Stabilizator. Stabilizatorlarimiz bor. Stabilizatorlar necha pulliklari bor? Stabilizatorlarimiz har xillari bor. Hamyonbop 150 ming 200 mingdan boshlanib, professionalniy. Biz mana uni so'radingizmi, mijomga beraman nima? Bu necha pul mana shu? Xo'p, bular 120 ming so'm. 120 ming. Bu ham yaxshi ekan. Gap yo'q. Mana ular nima endi? O'yinlarmi endi bular yoshlarga? Bular detskiy planshetlarimiz, bolajonlar uchun. Nima? Faqat o'yin, har xil videolar yokida maktab yoshigacha bo'lgan bolalarga video, rasm, buni ko'ziga ta'siri yo'qmi? Ko'zga nuri kamroq ziyonsiz bo'ladi. Bular, Telefonga nisbatan ko'zga ziyonsizroq. Bu ham zo'r ekan mana bolalarga olgani, yaxshi narsalar ekan. Hozir bolalarning telefondan uzib bo'lmayapti, shunga hali telefonda o'rniga o'rin-o'rin. Mana nima endi aka? Bu, xo'p, xudo xolasa Ramazonga yana bitta aksiyamiz. Har bitta yangi telefon xarid qilgan nimamizga, nima deydi, klientimizga ichidan bitta tortadi. Hammasi sovg'a. Men ko'raymi, Dmitriyga nima chiqadi? Nimalar bor ichida hozir? Ichida 15 xildan oshiq narsalarimiz bor. Har xil aksessuarlar, pul yutuqlari. Menga berasizmi chiqsa hozir yo'q bermaysizmi? O'shani bilib olayol, hozir ochgandan keyin. Ya berasizmi yo'qmi buni? Beraman dish. Gap yo'q. Eshitilayni, hozir beraman dedilar. Telefon ham chiqishi mumkinmi? Bitta telefon bor. Katta yutug'i bitta telefon. Qanaqa telefon u? Redmi telefon. Berib yuborasiz chiqsam. O'zingiz oching bo'lmasa. Nima chiqdi ekan? P47. Nima bu? Bu naushnik bo'ladi. Qanaqa naushnik? Mana bu naushnik. Gap yo'q. Mana shunaqalar bonusiga beriladi. Bonusiga har bitta yangi telefon olgan mijozlarimizga bonusiga chiqqan har bitta nimadan chiqqani sovg'a sifatida beriladi, besplatno. Mana naushnikni ham ko'ringlar, hali o'rtacha naushnik bas. Normalniy naushniklar. Bu sinib olmaydimi? Yo'q. Mana. Xullas, mana shu ham bonusiga beriladi. Bu bonus sifatida beriladi. Bu mutlaqo bepul. Bundan tashqari yana ko'p yutuqlar bor. 15 xildan oshiq nimalari bor, yutuqlar bor. Lokatsiyani bitta aytib o'tgatingmi o'zim? Lokatsiyamiz Lokatsiyamiz Askiya chorrahasidan Alisherka tomonga yuraverishda Markaziy dehqon bozorining birinchi stoyankasida bo'ladi. Svyazi do'koni. Hammalaringizni kutib qolamiz.